O'zim sinamasdan turib sizlarga tavsiya qilmayman o'rtoqlar, ko'rib turganinglar, bu push fittinglarimiz bo'ladi. Mana rakovinamizni o'zi keladigan joyi bor-da, mana bu yerdan suv kelardi ilgari, xullas devor ichida turba yaxlab yorilib ketgan. To'g'irlash uchun xullas bizish kerak, yerlarni qazish kerak, o'shaning uchun ham bunga keladigan liniyani uzib tashlagan holatda yer ustidan ko'rinib tursa ham endi vaqtinchalik ishlatib turamiz deb push fittinglar bilan tortib qo'yganman. Xullas o'rtoqlar, buni hozir suv yo'q, nimagaki qish faslida suvni to'kib qo'yganman. Mana turbani qaranglar. Xullas bu yoqda ham xuddi o'sha vaziyat bo'lgan. Uchastka endi qurilgan, burchatganlarni bizib turib suv olib kirgandan ko'ra yer ustidan shuni olib kirib qo'yganman bitta turbani o'rtoqlar. Xullas bu turba ham yaxlab qo'ygan, ichida suv bor edi. Buni yo'li oson bo'ldi. Tim bo'lib mana eksperiment uchun sinab ham ko'rdim. Yaxlaganida suvni ochib qo'yish ozgina esdan chiqqan ekan. Shuni hisobiga nima qildim? Ham kranni ochib qo'ygan holatda ozgina qaynoq suv shunday quyib yubordim. Bo'ldi, eridi va yana ishga tushib ketdi. Ko'rib turganinglardek, hamma narsa chiroyli, yengil ishlayapti. Bitta yaxlatib ham ko'rdim turbani. Tim bo'lib quyoshda ham qolib ketadi. Xullas sinovlardan mana shunday qilib o'tkazamiz o'rtoqlar. Keyin sizlarga tavsiya qilmoq hozir yana bitta joy bor ko'rsataman. Katyolxona bo'ladi o'rtoqlar. Bu yoq ham laboratoriya bo'yatibdi. Ko'rib turganinglardek, o'zim uyimga boyagi kelgan turbadan shuna ulangan. Bitta nasos qo'yib qo'yganman. Nasosdan kelgan, nasos ham kamida 3 bar suvni siqib beradi. Ana undan keyin tizimga suv beryapti. Hech qatidan bir tomchi suv oqqani yo'q. Filtrga ham qo'yib qo'yganman adapterlari bilan. Ko'rib turganinglardek, oldin o'zimda sinab, keyin sizlarga tavsiya qilaman o'rtoqlar. Ishlayapti, muammosi yo'q. Demak, xavfsiz deb hisoblayman. Joningiz sog' bo'lsin.